Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun biologiyadan askorbinka kislotasini, ya'ni vitamin C ni apelsinda mavjudligini o'rganamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi apelsin, limon, laboratoriyamizda mavjud bo'lgan askorbin kislota, ya'ni vitamin C, yod eritmasi, kaliy permanganat, ya'ni margansovka, laboratoriya jihozlaridan kolbalar, turli o'lchamdagi stakanlar, oddiy suv va moddalarni to'g'ri va aniq o'lchash uchun esa dozator kerak bo'ladi. Demak, ishimizni boshladik. Stakanlarimizga moddalarimizni solib olamiz. Birinchi apelsinni siqib suvini chiqazamiz. Shu o'rtada aytib o'tishim kerakki, vitamin C organizmni turli kasalliklardan himoya qilish uchun organizmga kerak bo'ladi. Biz uni turli moddalardan, ayniqsa sitrus mevalardan olamiz. Dorixonalarda ham sotiladi. Ayniqsa gripp bo'lganda vitamin C biz uchun eng yaxshi himoya vositasi hisoblanadi. Mana limon va apelsinni suvlarini siqib chiqardik. Endi yaxshiroq ko'rinish uchun biz unga ozroqdan oddiy suv aralashtiramiz. Mana keyingi idishimizga esa laboratoriyamizda mavjud bo'lgan askorbin kislota, ya'ni vitamin C solamiz. Buni eritmasini hosil qilamiz. Mana 3 ta moddamiz tayyor bo'ldi. Endi esa biz unga oddiy yod ochib olamiz. Yodni aniq va to'g'ri ishlatish uchun dozator orqali o'lchaymiz. Dozatorni doimiy e'tibor beramiz, ishlatishni qanday. Bosganda o'zi to'xtaydi. Qo'l biladi qayerda to'xtayotganini. Oxirigacha bosmaymiz bir marta. Dozatorlarimizning o'lchovi o'zi hammasida alohida yozilgan bo'ladi. Biz hozircha eng kichik o'lchovdagisini ishlatyapmiz. Demak, bir marta bosish. Yengilgina oldi. Ya'ni yod eritmasida moddamizni yod eritmasi rangga bo'yamayapti. Sababi ichidagi askorbin kislota mavjud. Endi esa keyingisi oddiy kaliy permanganat, ya'ni margansovkamizni eritmasini hosil qilib olamiz. Bunga ham suv aralashtiramiz. Mana margansovka eritmasi tayyor bo'ldi. Apelsinda bajar. Endi buni laboratoriyamizda mavjud bo'lgan askorbin kislota qo'shilgan eritma va limonli suvga quyamiz. Endi esa limonli suvga. Uchala moddamizni ham rangi o'zgarmadi. Buning sababi esa assimilyatsiya va dissimilyatsiya jarayonida hosil bo'lgan radikal moddalarni neytrallash uchun vitamin C
kerak bo'ladi. Ya'ni organizmda assimilyatsiya va dissimilyatsiya hodisalaridan hosil bo'lgan zararli moddalar yoki radikal moddalarni o'ziga neytrallab olish xususiyati vitamin C da mavjud. Biz bularni amaliy tarzda isbotlab berdik.